Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi o'ribsizlarmi? Mana aka uch-o'chiklari, sud uch-o'chiklarini qanday asrashni maslahat bermoqchi edim. Suv uch-o'chiklarini iloji boricha issiq saqlash kerak. Qish kunlari matoga o'rab qo'yish kerak. Mana bunday taglari yorilishi mumkin. Ehtiyot qilish kerak juda ham. Buni tagidan yoriladi. Yoz kunlari o'rab qo'yish shart emas. Maslahatim qish kuni o'rab qo'ysa bu yiliga yaxshi ishlataversa bo'ladi keyin. Hech qanday muammosiz ishlataveriladi. Yorilmaydi ham, qirilmaydi ham, chizilmaydi ham. Mana bunday setkalariga musorlar tiqilib qolishi mumkin. Shuni ehtiyot qilish kerak. Iste'molchilardan uch-o'chiklarni saqlashni, asrab avaylashni so'raymiz. Uch-o'chiklar o'zining mulkidir. Iste'molchini asrab avaylashda ko'p yillarga xizmat qiladi bu.